Hammaga assalomu alaykum. Bugun Xudo xohlasa YouTube'ga birinchi videomizni olamiz. Bizda mavzu DTM. Xo'p, bizda bugun 10-qism ekan. Qolgan qismlarni Instagram sahifamiz orqali ko'rsanglar bo'ladi. Havolasi opsiyada. Xo'p, bizda misolda nima beryapti? Kvadrat tenglama beryapti va shu kvadrat tenglamani ildizlari yig'indisini toping deyapti. Xo'p, biz e'tibor bilan qarasak, x kvadrat minus 6x, x kvadrat minus 6x bir xil ekan. Xo'p, lekin buni o'rniga mana 6 ni 2 plus 4 deb yozsak bo'ladi. Shunda bizda mana joygacha bir xil ketadi. Biz buni belgilash kiritib ketamiz. Xo'p, masalan, x kvadrat minus 6x qo'shilgan 2 ni biz t deb belgilab ketamiz. Shunda bizda vaziyat qanaqa bo'ladi? T qo'shilgan 4 ko'paygan t minus 21 teng 0 bo'ladi. Xo'p, t ni har biriga ko'paytirib chiqamiz bittadan. T ni t ga ko'paytirsak t kvadrat, 4 ga ko'paytirsak 4t. Xo'p, minus 21 teng 0. Xo'p, vet orqali ajrata olsak, bizda birinchisi 7, ikkinchisi 3. Ishorasi minus 7 plus 3 bo'ladi. Shunda t1 bizda minus 7 ga, t2 bizda 3 ga teng bo'lyapti. Xo'p, endi bizda t1 o'zi nima edi? Ma'lum ifodamida javoblarni shuni yoniga qo'yib ketamiz. Xo'p, ketdi. X kvadrat minus 6x qo'shilgan 2 teng minus 7. Xo'p, 7 ni plus qilib o'tkazamiz. X kvadrat minus 6x qo'shilgan 9 teng 0. Xo'p, bu yerdan vet orqali ishlasak, bizda 2 ta 3 chiqadi. Xo'p, ikkita bir xil 3 chiqqani uchun biz bitta 3 ni olib ketsak bo'ladi. Shunda x1 bizda 3 ga teng. Xo'p, endi ikkinchisi bizda x kvadrat minus 6x qo'shilgan 2 teng bo'ladi. Ikkinchi javobimiz 3 edi, 3 ga tenglik o'zi. 3. Xo'p, 3 ni bu yerga minus qilib o'tkazamiz. X kvadrat minus 6x minus 1 teng 0. Xo'p, buni diskriminant orqali ishlab qo'ysak ham bo'ladi yoki vetni qo'shish formulasi orqali topib qo'ysak bo'ladi. x1 plus x2 teng. Bizda bu o'rtadagini qarama-qarshi ifodasini beradi. Xo'p, shunda plus 6 ga teng bo'ladi. Shunda bizda x2 6 ga teng ekan. Xo'p, endi bizda tenglamaning turli haqiqiy ildizlari yig'indisini toping deyapti. Bizda birinchi x'imiz 3 chiqdi, ikkinchi x'imiz 6 chiqdi. Shunda biz 3 plus 6 teng 9 degan javobni olamiz. Bu bizda B variantida turgan edi. Xo'p, yanada qiziqarli misollarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Ko'rishguncha hammaga omad.